Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar azizlar? Bugun 2025-yil 22-dekabr sanamiz. Mana shu ko'chatlarimizga ham ro'ppa rosa 44 kun bo'libdi. 44 kundagi holatlari mana shunday. 44 kunlik holati ko'chatlarimizni. Bu ko'chat mavzusi bo'yicha oxirgi videomiz. Shu bilan endi ikamiz bularni mana orasini ochib chiqqanimiz ancha foyda bergan. Ko'rganingizdek qalinlashgan poyalari ham mana shunday bir chiroyli holatga keldi. Alhamdulillah. O'tgan yili ko'chatni o'ldirib qo'ygandim. Alloh taolo bu safar go'zal qilib yetkazdi qilishlikni. Mana hozir bittasini olib ko'ramiz. Mana shu yerdan ana tomirlar chiqib qolgan o'sha tagidan mana ko'chatimiz. Alhamdulillah. Ko'chat qilishda, ochib yovishda o'z vaqtida qilish kerak. Keyin yana 50 ga 50 biogomuz qilganim juda zo'r bo'ldi. Mana poyasini ko'ringizlarda bir. Bu juda qalin. Mana shu bu keyin bu mana shu ikki qatori 50 ga 50 biogomuzdan bo'lgan tuprog'i. Mana o'sha отдельно ajralib turibdi mana. Mana shu ikki qator yaxshi o'zgargan. Bu maydalarni alohida qilib qo'ygandim. Albatta bunga Maximisel degan dorini effekti juda katta bo'ldi. Tomirlari yaxshi rivojlanib, oqarib, yaxshi chiqib bilinib qoldi. Maximiseldan albatta sepish kerak ekan. Mana bunaqasiga ham ko'rsataylik. Buni tagiga bilsalaringiz mana shu yog'iga somon to'shaganim yo'q edim. Bu joyiga to'shaganman. Bu yeriga somon to'shamaslik kerak. Namni ushlab turar ekanda. To'shamagan tarafim e'tibor bersalaringiz quruqroq turibdi. Bu taraf namliroq bo'lib turibdi. Somon to'shamagan ma'qul ekan deb qo'ydim men ham. Mana holatlari. O'zim ham ko'rib har safar maza qildim. Tomosha qilib o'tirish zo'r deb bilardi. Hali ikkindan keyin ham qo'yib boraveraman videosini. Ko'ringizlar. Nima qildik? Qanday texnikalardan ekdik? Buni keyingi videolarda ko'rsataman. Rivojlanishi qanday? Mayli, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.